O'zbekiston tumanida istiqomat qiluvchi Gulchehra Umarovaning boshiga ish tushdi. Juda xunuk bo'ldi. G'alati bo'lib qoldim. Tushkunlikka tushib qoldim. Ko'p yillar tuman toza hudud tashkilotida ishlagan Gulchehra ona nihoyat pensiyaga chiqdi. Biroq u yetim deganida yiqildi. 5 oy vaqt o'tganidan so'ng mas'ul idora vakillari qandaydir sabablarga ko'ra shu vaqtga qadar olgan pensiya pullarini jamg'armaga qaytarishi zarurligini aytadi. 18-yil toza hududda ishladim, Yaypan filialida. 18-yilda tushirmabdi ekan nima, daromad solig'ini o'tkazmagan. Keyin shunga to'xtatib qo'yishdi. Adliyaga kiring dedi. Keyin adliyaga kirdimda. Ular yaxshi kutib olishdi, yordam berishdi. Mana tuman adliya bo'limiga rahmat. 5 millionni topishim ham hozir oson bo'lmasdi qish kunida ayniqsa. Ming tashvish bilan o'ylanib qolgan Gulchehra ona yaqinlarining maslahati bilan tuman adliya bo'limiga murojaat qildi. Umarova Gulchehra opam murojaat qilib, o'z murojaatlarida 2025-yil iyun oyida yoshga doir pensiyaga chiqqanligini, ammo 2025-yil dekabr oyida budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi O'zbekiston tuman bo'limi tomonidan o'rganish o'tkazilib, o'rganish natijasiga ko'ra fuqaroning pensiyasi to'xtatilib, shu vaqt 2025-yil iyun oyidan to dekabr oyigacha to'langan 5 million 400 mingga yaqin pullarni qaytarish majburiyati yuklaganligi, ushbu holatda o'rganib chiqib amaliy yordam berishni so'radi. Bo'lim tomonidan fuqaro murojaat batafsil o'rganilganda fuqaro Toza hudud davlat unitar korxonasida ishlaganligi, 2018-yilda ishlagan davri uchun ish beruvchi tomonidan sug'urta badallari to'lanmaganligi sababli pensiya bo'limi tomonidan iyun oyidan to dekabr oyigacha to'langan summani qaytarish majburiyati yuklanganligi aniqlandi. Bo'lim tomonidan ushbu holatni bartaraf etish yuzasidan Farg'ona tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasi kiritilib, da'vo arizasi natijasiga ko'ra budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining rad qilish qarori bekor qilinib, fuqaroning huquqlari tiklanishiga erishildi.